Assalomu alaykum. Azizlar, o'tmish futbolga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Har bir mamlakat yoki xalq hayotining o'z shonli sahifalari bo'ladi. Bu turli sohalarda, dunyo maydonlarida erishilgan zafarli yutuqlar, muvaffaqiyatlar bo'lib, o'sha davlat fuqarolari buni doim eslab, ardoqlab kelishadi. Qahramonlarni yodga olishadi. May oyi o'rtalarida gruzinlarda Semli jamoasining tarixiy g'alabasini xotirlab nishonlash milliy urfga aylangan. 1981-yilda Tbilisining Dinamo jamoasi Düsseldorfda Sharqiy Germaniyaning Karl Zeiss klubini mag'lubiyatga uchratib, Yevropa Kubok egalar kubogini qo'lga kiritadi. Keling, dastlab o'tgan asrning 81-yilida bo'lib o'tgan ayrim voqealarni esga olsak. Mart oyida AQShda yangi saylangan prezident Ronald Reaganga suiqasd uyushtiriladi. Prezident o'zi rikoshet bo'lib tekkan o'qdan o'pkasidan yaralanadi, lekin vaqtida ko'rilgan tibbiyot muolajalari sababli tez oyoqqa turadi. Aprel boshida sobiq ittifoqda, shu jumladan O'zbekistonda vaqt 1 soat oldingi surish orqali yozgi vaqtga o'tiladi. Aytish kerakki, bu amaliyot respublikamizda 1990-yilda bekor qilinadi. 1981-yilda shuningdek Olmaota aholisi 1 million kishiga yetadi. Iyul oyida Diana Spencer va Uels shahzodasi Charlesning to'yi bo'lib o'tadi. Avgustda dunyo xokkeyining afsonasi Valeriy Xarlamov avtohalokatga uchrab vafot etadi. AQShda IBM 5150 modelidagi ilk personal kompyuter sotuvga chiqariladi. Shu voqeadan boshlab dunyo kompyuterlashtirish davriga qadam qo'yadi. Futbol olamida nima voqealar ro'y beradi? May oyida Parijda Angliyaning Liverpool klubi Real Madrid jamoasini yengib, o'z tarixida 3-marta Yevropa Chempionlar Kubogini qo'lga kiritadi. Jamoa murabbiyi Bob Paisley ushbu musobaqada 3 karra g'olib chiqqan birinchi trenerga aylanadi. Janubiy Amerikaning Libertadores Kubogi finalida Braziliyaning Flamengo klubi Chilining Cabreloa jamoasini 2-0 hisobida yengib, bosh sovringa ega bo'ladi. Ikkala golni afsonaviy Zico uradi. Yil oxirida Zico Janubiy Amerikada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topiladi. Yevropada esa G'arbiy Germaniyalik Karl-Heinz Rummenigge yaqin ta'qibchilarni katta farq bilan ortda qoldirgan holda oltin to'pni qo'lga kiritadi. 1981-yilning may oyida yuqorida aytib o'tganimizdek, Tbilisining Dinamo jamoasi Yevropa Kubok egalar kubogida g'olib chiqadi. Bugungi sonimizda biz gruziyalik futbolchilarning Yevropa arenalaridagi o'sha muvaffaqiyati haqida so'z yuritamiz. Gruziya futboli haqida gap ketganda yosh katta futbol muxlislariga Birinchi qaldirg'och filmi esga keladi. 1975-yilda rejissyor Nanan Chedlidze suratga olgan ushbu komedik va ko'p jihatdan tarixiy filmda futbol deya atalgan o'yin gruzin xalqida qanday mehr uyg'otgani to'g'risida hikoya qilinadi. Bosh qahramon Yason bo'sh darvozaga tepmayman deydi-ku mag'rurlik bilan. Aytish kerak, bu yurtda futbol ustalari doim bo'lgan. Gruzin futbolining birinchi yirik muvaffaqiyati o'tgan asrning 60-yillariga to'g'ri keladi. Shu o'rinda o'zbekistonlik futbol shinavandalarini qiziqtiradigan bir faktni ham eslatib o'tish kerak. 1964-yilda sobiq ittifoq chempionatida Dinamo Tbilisi va Torpedo Moskva jamoalari bir xil ochko to'plashadi va chempionni aniqlash uchun qo'shimcha o'yin, oltin match o'tkazish belgilanadi. Hal qiluvchi bahs joyi etib Toshkent tanlanadi. O'yinga qiziqish shu darajada yuqori bo'lganki, keksa futbol ishqibozlarining aytishiga ko'ra, gruziyalik muxlislar bitta chiptaga o'sha paytda rosa urf bo'lgan balone matosidan tikilgan plashlarni taklif qilishgan ekan. Shu holat 1978-yilda afsonaviy Boneem gruppasi Moskvaga gastrolga kelgandagi voqeani eslatadi. O'shanda bitta biletga import jinsi shim narxini berishgan ekan. Bu gaplar afsonami yoki haqiqatmi? Nima bo'lganda ham Toshkentdagi Dinamo va Torpedo jamoalarining hal qiluvchi o'yini katta ahamiyatli voqea bo'lgan. Manbalarga ko'ra, matchni ko'rish uchun o'yingohga 70 ming tomoshabin kirgan. Uchrashuv gruzin futbol jamoasining yirik 4-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlanadi. Dinamo Tbilisi ilk marta mamlakat chempioni bo'ladi. Slava Mitriveli, Mikhail Minskiy, Murtaz Xurtsilava, Georgiy va Boris Tichinavalar Gruziya uchun chempionlik medallarini olib kelishadi. Bu gruzin futbolining 60-yillardagi oltin avlodi vakillari edi. Mitriveli va Minskiy 1960-yilda ittifoq terma jamoasi tarkibida Yevropa chempioni bo'lishganini ham ta'kidlab o'tish lozim. O'tgan asrning 70-yillari oxiri, 80-yillar boshlarida gruzin futboli ikkinchi yuksalish davrini boshidan kechirdi. Milliy futbol bayroqdori bo'lmish Dinamo Tbilisi ikkinchi bor mamlakat chempioni bo'ldi. Kubokni qo'lga kiritdi. Xalqaro arenalarda
zafarli onlarni boshidan kechirdi. Tajribali murabbiy, kombinatsion va hujumkor futbol tarafdori bo'lgan Nodara Xalkadze ajoyib jamoani tuzgandi. David Kipiani, Aleksandr Chivadze, Ramas Shingeliya, Tengiz Sulakvelidze, Vitaliy Daraseli, Otar Gabelia, Vladimir Gutsayev kabi to'p ustalari yorqin individual mahorati bilan ham ajralib turardilar. Jamoaviy hujumkor o'yin namoyish etib, Yevropaning manaman degan kuchli klublarni ajoyib tarzda yenggan futbolchilarning nomlarini millionlab futbol muxlislari hanuzgacha iliq taassurotlar bilan yodga olishadi. Shu o'rinda bir chekinish qilishni ham o'rinli deb topdik. Paxtakor jamoasi 1979-yilning 11-avgustida aviahalokatga uchragandan so'ng shoshilinch tuzilgan yangi tarkib Toshkentdagi birinchi o'yinini aynan Tbilisi Dinamochilariga qarshi o'tkazadi. Gruziyalik futbolchilar marhum Paxtakor a'zolari dafn etilgan qabristonga borib, hamkasblarining xotirasiga hurmat bajo keltirishadi. 27-avgust kuni g'am va qayg'uga to'lgan Paxtakor stadionida mezbon jamoa 2-1 hisobida g'alabani qo'lga kiritadi. Ayrim gaplarga ko'ra, amaldagi chempionlar Tbilisi Dinamochilar shu kuni mahalliy futbol muxlislarini ranjitishni istashmagan ekan. Har qalay, tajribali muxlislar shuni ko'p ta'kidlashgan. Kipiani, Gutsayev kabi yulduzlar bir vaqtlar mamlakat terma jamoasida birga to'p surgan do'stlari Mikhail An, Vladimir Fyodorovning xotirasiga shu tarzda hurmatni ifoda etishgan ekan. Kim bilsin, ehtimol chindan ham gruziyalik futbol ustalari shu kuni Paxtakorni mag'lub etishni istashmagandir. Shubhasiz, bu qadam ulkan olijanoblik va hamkasb do'stlar xotirasiga bo'lgan hurmat belgisidir. Umuman olganda, o'sha davrdagi Dinamo Tbilisi jamoasiga o'zbekistonlik futbol muxlislar o'zgacha mehr bilan qarashgan. Toshkentdagi o'yinlarida stadion to'lib toshardi. Tbilisi yoki boshqa shaharlardagi uchrashuvlari televideniye orqali olib ko'rsatilganda hamma albatta tomosha qilardi. Afsonaviy Kote Maharadzening kavkazcha aksentli ovozi esa sharhga shira va fayz ham qo'shardi. 81-yil voqealariga qaytamiz. O'sha davrlarda Ko'hna qit'aning klublar o'rtasidagi nufuzli musobaqalardan biri hisoblangan Kubok egalar kubogining 1980-81-yildagi mavsumida Nodara Xalkadze boshchiligida Tbilisiliklar ancha mashaqqatli va sharafli yo'lni bosib o'tdilar. Gruziyaliklar Angliyaning West Ham, Niderlandiyaning Feyenoord klublarini kurashdan chiqib ketishga majbur etdilar. Va nihoyat final o'yiniga yetib kelindi. Hal qiluvchi bahsda Dinamochilarga Sharqiy Germaniyaning Karl Zeiss jamoasi ro'baro keldi. Aslida nemischada nomi Karl Zeiss deb aytiladi, lekin o'sha davrdan muxlislarimizga Karl Zeiss nomi odatiy bo'lib qolgani uchun shu variantda to'xtaymiz. Demak, Yevropa Kubok egalar kubogi finali. Raqib jamoa alohida reklamaga muhtoj emas edi. Karl Zeiss barcha Yevro kuboklarda muntazam ishtirok etib kelayotgandi. Jamoaning 6 nafar futbolchisi Sharqiy Germaniya termasining o'zagini tashkil qilishardi. Hujumda tajribali Eberhard Vogel, yosh iqtidorlar Andres Bilau va Jürgen Raab, markaziy himoyachi Rüdiger Schnupfhase, yarim himoyachi Lothar Kurbevayt, texnik jihatdan kuchli, maydonda aqlli va xilma-xil kombinatsion futbol namoyish etadigan o'yinchilar hisoblanishardi. Hans-Ulrich Grapintin esa qit'ada taniqli darvozabonlardan bo'lib, Lev Yashin uslubida harakat qilardi. Final o'yindan oldin Tbilisiliklar bir qator muammolarga duch keldilar. Mamlakat chempionati o'yinida yarim himoyachi Tengiz Sulakvelidze va darvozabon Otar Gabelia jarohat olishgandi. O'yin arafasida esa jamoa sardori Aleksandr Chivadzening tana harorati ko'tarilib ketdi. Klub shifokori futbolchining salomatligini tiklash uchun bor imkoniyatini ishga soldi. Shuningdek, vrach o'yin kuni Sulakvelidze va Gabelia safda bo'lishlariga va'da berdi. Yuzaga kelgan ayrim muammolarga qaramasdan Dinamo klubi murabbiylari va futbolchilari o'yinga jangovar kayfiyatda tayyorgarlik ko'rdilar. Bosh trener Xalkadze nemis klubining milliy chempionatdagi o'yinini bevosita o'yingohda ko'rib o'rganib kelgandi. Nazariy mashg'ulotlarda Tbilisiliklar raqibning bir nechta uchrashuvlari video yozuvini ko'rdilar. Uning o'yin uslubini to'liq o'rgandilar. Finaldan oldin jamoada iliq, do'stona muhit hukm surardi. Mahalliy matbuot final oldidan o'ziga xos tahlillari va fikrlarini bayon etdi. Deyarli barcha gazeta va jurnallar Dinamoni o'yinda favorit deb hisoblab, jamoaning yetakchilaridan David Kipiani, Aleksandr Chivadze, Vitaliy Daraseli, Vladimir Gutsayev va Ramas Shingeliyaga alohida urg'u berishardi. Shu bilan birga mutaxassislar Sharqiy Germaniya klubi futbolchilarining jismonan ancha kuchli ekanliklari, jamoa qit'aning yetakchi klublari singari
hujumkor va rang-barang futbol namoyish etayotganini ta'riflardi. Yakuniy xulosada barcha bu ikki jamoa finalda chiroyli va murosasiz kurashga boy o'yin ko'rsatishini bashorat qilardi. Final matchi Yevropa va Amerikaning 46 mamlakatiga to'g'ridan-to'g'ri olib ko'rsatilish haqida xabarlar tarqaldi. 1981-yil 13-may kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 20:15 da Düsseldorfdagi Rhein stadionida final o'yiniga start berildi. Match debyutidayoq nemislar tbilisiliklarning yetakchi futbolchilarini shaxsan qo'riqlay boshlashdi. Jamoaviy pressingdan maqsad gruzin futbolchilarining to'pga egalik qilishlariga yo'l qo'ymaslik edi. Ehtimol bunday ruhiy bosim boshqa jamoaga ta'sir etgan bo'lardi. Biroq texnik jihatdan ancha ustun bo'lgan tbilisiliklarga bunday nomer o'tmasdi. Dinamochilar aldamchi harakatlar bilan ta'qibchilarni o'ziga jalb etib, shu zahotiyoq keskin va tezkor hujumlarni tashkil etardilar. Shunday usulda Darasele va Kipiani bir necha bor qo'riqchilardan qochib, raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishdi. Darvozabon Grapintin esa bexato harakat qilardi. To'pga chiqishda ishonchli o'ynaydigan baland bo'yli darvozabon nemislar himoyasining mustahkam qo'rg'oni edi. Kipiani shu kuni rosa ochildi. Aftidan to'pni qabul qilish va sheriklarga fenomenal uslubda aniq uzatishda unga hech qanday cheklov va to'siqlar yo'qdek edi. 70 va 80-yillarda Yevropa futbolida professor, grossmeyster nomlari bilan shuhrat qozongan bu yarim himoyachi jamoaning yuragi edi. Maydonda mohir shaxmatchilarga xos o'ta aqlli harakatlari va raqibni kutilmagan taktik qarorlari bilan dog'da qoldiradigan David Kipiani futbolni san'at darajasiga olib chiqqandi. Muntazam ravishda raqib tomonidan ta'qib qilinishi va hatto unga nisbatan qo'pol usullar qo'llanishiga qaramasdan Kipiani o'yinda to'pni tbilisiliklar nazorat qilishlarini ta'minladi hamda o'z jamoasi hujumlarining tashkilotchisi bo'ldi. O'yinning taqdirini hal qilgan asosiy voqealar ikkinchi taymda ro'y berdi. Nemis klubi hujumlar sonini oshira boshladi. Tbilisiliklar uchun bu daqiqalar finalning eng og'ir damlari edi. Vaziyatlardan birida nemislar Dinamo himoyasidagi xatoni kechirmadilar. 63-daqiqada Hoppe chap qanotdan uzatilgan to'pni kuchli zarb bilan darvozaning yuqori burchagiga yo'lladi. 1-0. Aynan o'tkazib yuborilgan to'p Dinamo o'yinida keskin o'zgarish yasadi. Tbilisiliklarda shoshma-shosharlik yo'qoldi. O'yin tizgini qo'lga olindi. Barcha chiziqlarda to'p nazorat qilinib, hujumlarga zo'r berildi. Yuqori tezlikda raqibni aldab o'tish, turli masofalardan darvoza tomon zarbalar. Oradan ko'p o'tmasdan Dinamo hisobni tenglashtirdi. Markaz bo'ylab tashkil etilgan hujumda Shingeliyaning pasidan so'ng Gutsayev o'ng qanotdan jarima maydonchasiga yaqinlashdi. Kuchli zarb bilan darvozani ishg'ol qildi. 1-1. Uchrashuv tugashiga 3 daqiqa qolganida Vitaliy Darasele ajoyib individual o'yin ko'rsatadi. Chap qanotdan uzatilgan to'pni qabul qilib olib, himoyachini aldab o'tadi va jarima maydonchasiga kirib boradi. Dinamo a'zosi himoyachini aldamchi harakati bilan chalg'itadi. To'pni raqiblar kutganidek o'ng tarafda markazda turgan sherigiga oshirmasdan biroz pauza qiladi va chap oyoqda to'g'ri darvozaga yo'llaydi. 2-1. Buning hammasi shu qadar ustalik va dadillik bilan bajarilgandiki, stadion guldiroz olqishlardan larzaga keladi. Tbilisiliklar o'yin oxirigacha to'pni nazorat qiladilar va g'alabani qo'lga kiritadilar. Shu o'rinda Vitaliy Darasele haqida ikki og'iz gapirib o'tmasak bo'lmaydi. O'zbekistonlik katta yoshli futbol muxlislari uni yaxshi eslaydilar. Maydonda mehnatsevar, ajoyib dribling egasi, tezkor qaror qabul qila oladigan, yakkakurashlarda dadil va ayovsiz jangchi, ikkala oyoqda bir xil kuchli zarb sohibi bo'lgan futbolchi. Biroq 1982-yilning dekabrida tarqalgan noxush xabar barcha futbol muxlislarini larzaga soladi. Futbolchi 13-dekabr kuni tog'li yo'llardan birida yangi olgan avtomobilida halokatga uchrab vafot etadi. O'shanda u bor yo'q 25 yoshda edi. Shu vaqtga qadar Darasele mamlakat chempioni, kubogi sohibi, yoshlar va o'smirlar o'rtasida Yevropa chempioni, xizmat ko'rsatgan sport ustasi bo'lishga ham ulgurgan edi. Noyob iqtidor egasining kelajagi hali oldinda edi. Uni yanada katta yutuqlar va shon-shuhrat kutib turgandi. Lekin umri qisqa ekan. Futbolchining xotirasini abadiylashtirish maqsadida uning tug'ilib o'sgan ona shahri Ochemchiradagi stadionga Darasele nomi berilgan. Gruziyada futbolchining xotira turnirlari o'tkazilib turiladi. Düsseldorfdagi finalga qaytamiz. Ushbu g'alabali daqiqalarni butun gruzin xalqi orziqib
o'tgandi. UEFA prezidenti Artemiy Franki kubokni jamoa sardori Aleksandr Chivadzega topshiradi. Keyin Dinamo futbolchilari stadionni olqishlar ostida aylanib chiqishadi. Tbilisiliklarning butun musobaqa davomida jamoaviy hujumkorlik asosida tashkil etgan o'yinlari o'z ijobiy samarasini beradi. Va buning mukofoti Yevropa Kubok egalar kubogi edi. Do'stlar, o'tgan asrning 70-80-yillarida Gruzin futbolining mamlakat va dunyo arenalarida erishgan muvaffaqiyati haqidagi hikoyamiz mana shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rsatuvlarimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Biz albatta ularni o'qiymiz va inobatga olamiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Nasib qilsa, navbatdagi uchrashuvlarda yana diydorlashamiz. Omon bo'ling.